Asalli suyug'i yeyishga juda ham qulay. Shuning uchun hamma asalli suyug'ini so'rashadi. Hozirgi kunda juda ham ko'p klientlarimiz shu haqida so'rashadi. Uyimda asal bor, lekin qotib qolgan, kristallashib qolgan, lekin men suv asal yaxshi ko'raman. Menga suv asal zakaz qilaman, olib kelib bering deyshadi. Shu har bir mijozga aytamiz va buni post qilishga qaror qildim. Siz uyingizda shunaqa kristallashib qolgan eski asal bo'lsa, buni hozir kunlar isida bemalol quyoshga qo'ying. Xudo xolisa, oz muddat ichida, 3-4 soat ichida xuddi shunaqa suyuq holatga keladi. Xotir olmanglar, asalda sirok bo'lmaydi. Aynish degan narsa yo'q asalda. Asalda sirok bo'lmaydi, shuning uchun bemalol quyoshga qo'yasizlar va suyuq bo'ladi, suyuq holatda yeyaverasizlar. Kimga asal kerak bo'lsa, toza asal, faqat shifoliga, pishirib ishlatadigan qiyom asallar bizda bo'lmaydi. Olib yeb ko'rib, mijozlar otizlar yozishgan kommentariyalarni o'qisanglar bo'ladi. Shifoliga toza, original asallar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Suyug'i ham bor, mana bunaqa kristallashgan eski asallar ham bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Quvvatiga sizlar uchun faqat eng yaxshilarini, shifo bo'ladiganlarini yetkazib beradi.